Qadr shuki, bu yurtda Hazrati inson aziz. Hazrati inson uchun yaralgan imkon aziz. Inshaalloh hech kimdan kam bo'lmaydi bu millat, el bayrog'in ko'targan u O'zbekiston aziz. Chin do'stim, bir lahza sukut saqlaylik. Baxtimiz qurboni bo'lganlar haqqi nomlarini yod etib bir yo'qlaylik. Xalqim deb, yurtim deb bo'lganlar haqqi. Muzeylar bu shunchaki qadim buyumlar saqlanadigan joy emas. Bu ajdodlarimizning ovozi, tarixning yuragi, millatning xotirasidir. Bu yerda biz muzey orqali o'z o'tmishimizni ko'ramiz, his qilamiz va undan saboq olamiz. Maktabimizda tashkil etilgan bu muzey mahalla tarixi, o'tmishi haqida so'zlaydi. Bu yerda o'z o'tmishimizni ko'ramiz, his qilamiz va undan saboq olamiz. Muzey yoshlar tarbiyasida, ularning ma'naviy dunyosini boyitishda eng katta maktabdir. Bugun muzeyda o'rganilgan saboq ertaga millat manfaati uchun qilinadigan xizmatning poydevoridir. Bu yerda yana 1941-1945 yillarda Ulug' Vatan urushiga ketib, yurtini, elini, millatini, kelajagini himoya qilgan fidokorlarning tarixi bor. Ular o'z hayotini ayamadi. Tinchini, oromini emas, vatanini birinchi o'ringa qo'ydi. Bugun biz tinch osmon ostida yashayotgan bo'lsak, bu o'sha mard ajdodlarimizning jasoratidir. Har bir yosh bu tarixni unutmasligi, uni yuragida asrashi kerak. Maktabimizda qishlog'imiz tarixini o'zida aks ettirgan muzeyni tashkil qilgan rahmatli ustozimiz Ortiqboy aka Bekjonovning oila a'zolariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ustozimizning joylari jannatda, oxiratlari obod, xotirasi abadiy bo'lsin.